harakat qilamizda albatta mana shu to'xtalishimizni ham bizga xos sabablari bor. Biz esa biroz mehmonlarimizga tanaffus e'lon qilgan holda bugungi oqshomda bir muhim bo'lgan bir lahzalarini, pallalarini to'g'ridan-to'g'ri tashkil etamiz va hozir davramizga Xursanoy xonani taklif qilsak, bugungi xonadon sohibasi qolaversa bu yerda farzandlardan, nabiralardan sovg'alar bor ekan. Biz aynan mana shu sababli davramizda to'xtalamiz va aynan shu jarayonga birgalikda yuzlanamiz. Xursanoy xona kelasiz, marhamat. Hamda qizlari, nabiralari tilaklarini bayon etishlari kerak bo'ladi. Marhamat. Xursanoy xona keling. Endi bugun to'yni shoshmasdan o'tkazamiz. Sababiki bugun to'yxona ham o'zimizning mahallamizning to'yxonasi. Kelin tomon ham shoshmaydi, kuyov tomon ham shoshmaydi. Bugun aynan mana shu istijoda to'yi esda qoladigan to'y bo'lishi kerak. Xursanoy xola to'ylar qo'li bo'lsin, tabriklaymiz. Baxtini bersin. Kam bo'lmasin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Endi mana shu Zabiraga so'zni bersak, mana shu sizga surpriz, mana shu sovg'alar, tabriklar bor. Qabul qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Dunyo shoirlari nomimga she'r bitsalar ham onajonimning bir og'iz keldingmi bolam degan so'ziga yetolmaydi. Dunyo boyliklari boshimdan sochsalar ham qiblagohimning bir og'iz keldingmi bolam degan so'zga 3-4 so'm topgan puliga yetolmaydi. Mana shu hayotda biz farzandlaringizni hech kimdan kam qilmasdan o'qimishli, ziyoli qilish uchun butun borligingizni, hayotingizni, boringizni, yoshligingizni, belingizni, quvvati, ko'zingizni, nuringizni berganligingiz uchun rahmat. Alloh subhanahu va taolo o'qi degan iqro so'zi bilan boshlagan ekan. Hayotingizni farzandlaringizni o'qish uchun sarflaganligingiz uchun rahmat. Alloh dadamni ham umrini sizga bersin. Ikki dunyo saodati nasib qilsin. Umringizga, rizqingizga barakat bersin onajonim. Onajonimni bizni baxt kamolimizni ko'rib, farzandlaringiz, nabiralaringiz davrasida quchog'ingiz to'lib, mana shunday baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Borimizga, borligingizga shukr onajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Aslida arzimas, lekin kam bo'lsa ham ko'p o'rnini ko'rib, sovg'alarimizni rahmat. Qarsaklarcha olib qo'yamiz. Albatta. Diqqatini mana shu monitorga qaratamiz. Albatta esdalik lavhalar bor bu yerda. Ser farzand, ser davlat bo'lsin. O'sha